أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Bugün okumakçı olan kitap İmam İbn Rüşd'ninki Hidayetul Müctehid ve Nihayetul Mutakassid. Hicriye 520 yılı tug'ilib 595 yılı vafot bo'lgan. Yani miladining 1120 yillar to'g'ri kelishimga vafot bo'lgan yili. Bu kitapның ahamiyati o'zi fiqh muqaran deyilgan kitap bo'lgan ekan. Eng muhim ixtilofga sabab bo'lgan nuqtalarni bayon qiladi. Undan keyin shu masalalardagi ixtilof sababini aniq bayon qilib qo'ydi. İxtilafiy masalaning hammasini demasimi, ixtilofning cho'ngroq sabablari bo'lgan masalalarni, usul daris sharg'an masalalarni bayon qilib o'tadi. Kitapning va muqaddimas chirishligiga İmam İbn Rushd odatda Qodi İbn Rushd desak, bu cho'ngda desangizmi İbn Rushd deb atalar, ma navrisimi İbn Rushd deb atalgan ekan, ikkisini odat aralashtirish masala. Şuna alimlar bu işlerini farklandırış için bu çoğunluğunda nevre işkilse şu navayet çoğun yetişken alimlar olacak İbn Rüşd'ül Ced, İbn Rüşd'ül Hafid. Onun ismi okşup kaldı iken Muhammed bin Ahmed. Künniyetime okşaş Ebu Velid. Bunda kaldı iken arlaştırıcı kolga ulamaların kitabının tolarlıqa bunun qarashlarni to'la ekilgan bo'lg'achqa ma'ni İbn Rüşd'ül Hafid nevre İbn Rüşd deb bunda ayırıydı. O İmam İbn Rüşd Maliki mazhabning ulamolaridan Andalus tarafda yashab ketishgan olimken Andalusda bular Mag'rib, Marakash tarafida Maliki mazhab keng tarqalib Maliki mazhabning keyingi vaqtida shu usi hisoblanadi. Maliki mazhab fiqh tadqiqotimi shu tarafda tadqiq qilinib voyaga yetkazilgan. Hatto shu Yevropaga ko'rsatgan ta'sirimi Maliki mazhabning hozirgi Fransiya, Angliya qonunlarida Maliki mazhabning ta'siri bor. Chunki shu chog'da Yevropaliklar texnik madaniyat bilmaydigan, hatto masalan desel tuzuk bir juyunib, pakizishni o'qimaydigan, ko'pincha savossiz, bunda yerim yavoy holati bo'lgan ekan, musulmonlar islamatdan keyin bu Müslümanlar qattiq taraqqiy qilib ketib, hamma saada yetishib, Andalusni tadqiq qilib borgandan keyin mayli boshqa qanday saada bo'lsin, diniy saada bo'lsin, intayin cho'ng zo'r madaniyat barpo qilgandan keyin, hatto deydi masalan Yevropada shu juyunish yoki muncha degan narsa yo'q bir vaqtgan. Shu chog'da Andalusga Qurtuba masalan başka şehirde, bazı şehirde 10 mingda aşırganda ammuyor muncha. Hatta şunuma şu gerekte günahsınlar vazir turbedek amma öyle onda aşır kulak çıkıyor. Demek bu muşu bir sahada şunda boz başka sahilden bu moksiyanda. Sonra İmam İbn Rüşd bu çoğunda aşı bütün ailesini tatmış ehlinin müste yetişip çıkan alim boğaçka. Bu şeriat bilimlerinde o tuluk yetişip Maliki mezhepte ya umuman İslam fıkhında alayda ko'rinib turgan etik olim bo'ladilar. Bundan boshqa tibobatda fiqhda qanday yetishgan bo'lsa, tibobatda shunday yetishib, Ibn Rushdning tibobat kitobi Yevropada hozir qadar doktorlik o'qiganlar marja qilib o'qitib ishlatgan kitobga hozir qadar. Demak, bu Yevropaliklarga islom madaniyatini ya umuman madaniyatni o'rgatib, Andalusga musulmonlar Yevropaning hozir taraqqiyotiga bu urug' chizib bergan. Şuna İbn Rüşd'ninki çoğunda ise İmam İbn Rüşd El-Ced buna El-Mukaddimat El-Mumahhidat diye kitap var. Bu Maliki mezhebinin mühim kitap. Bir alimning deyişçe şu kitapta şunda demişken biz Andalus sirip hata qilganmiz. Asıl Andalus sevsak Afrika ve Asya ve özümüzün vücudida taraqqiy qilib mengaygan bo'lsak, Yevropalik şu qalaqligida shunda qilib qilaversa Şunda uxlab bersa bo'ladi ekan. Biz bu yerga kirib, bu madaniyat o'rgatdik, o'rgatgandan keyin bizning boshimizga chiqdi. Deb chunki Yevropa shu chog'da Yevropaliklar hozir masalan bizim azalik tilimiz Yevropaga Oxfordda o'qiydigan shunga o'xshash eng oliy bilim yurtlari Yevropaliklar hozir xuddi Harvard bilan Oxford ko'rib cho'ng bo'lib o'qigandek yo Yaponiyaga masalan o'qigandek shu chog'da Yevropaliklarmi bolalarni shu Andalusda yotib oliy universitetda o'qitib yo'li yetishib qonuniy falsafaviy fanniy bilim tibobat hamma ilmda yetishib borgandan keyin ondan Yevropada hozir qanimiga
taraqqiyotga ulsilib, ondan taraqqiyot etdi. Kurtuba'dagi shu İspaniyaning shahri. Ha, İspaniyaning shahri. İmam Duruş'tan şu tibabatda mı fıkı okşaşsam şunda yetişken Al-Kulliyat mı diye bir kitap varken Al-Kulliyat fıkıh. Bu başka İbn Sina'nın başkanın kitapları olan billah Avrupa'da ders kılıp okutulup yakın kadar tibabatta ulusapken. Bundan keyin yani bu İmam İbn Rushd'ın felsefi tarafı var. Yani İslam şeriatı bilan felsefani bir xil bağlab tushundigan. O'zi katta filosof bo'lgandan keyin falsafa degan bu turmush madaniyat, turmush safa, yuqorilab rahat farog'at ko'p yerda andin falsafiy izlanishga yo'l chiqilgan gap. Arabning qattiqchilik o nima turmushida unda falsafa yo'q. Yevropada bu İmam İbn Rushd'ın asli Maliki mezhebinden olsam da Medine'den çıkan eseriyerek bunda mezhep olsun mu? Lakin bu Maliki mezhebinden çıkan filozofunu çıkan. Çünkü Avrupa, şu Andalus'ın medeniyeti intihar terakki etken rahat feragat turmuşu olacak. İmam İbn Rushd bu felsefede mi müşfikta tibavet okşası yetişip bütün Aristo ve keza Muşun'un yazgan eserlerinin hemmine 50-60 kitapını tercüme kıygan ya ki ixtisar kıygan, şerh kıygan diyendek asasen burun karşı konu felsefeni kinkilerge til ve başkanının tercüme şerhlerini arkalıp yetkizip bergen bunda rolü var ki. Yani şu İbn Rushd'ın bu hizmeti bulmasa Avrupalıkla Aristo'nun ve keza bunun ki felsefelerimi düşünmeyi üzüldü ardılıkta bulup kalayken. Sonra bu nimani yetkizib beraylik. Başka İslam filozofları bilan birga Farabi başkaları bilan birga Ibn Rushd şu konunun misni tercüme qilib ya saqlab qilib yoki tushuntirib berib, Avropaliklarga yetkizib beraylik. Shunga Ibn Rushdning roli konu felsefani yetkizishda cho'nkan. Felsefadagi ko'z qarashlari normal bo'lsa. İmam Rushdning felsefi ko'z qarashi özünün qaysi mezhep ya qaysi iqimni tutganlıqqa taza aniq emas ekan. Nima uchun degan chaqda İmam Ibn Rushd'da bu cho'nqirlab tadqiq qilgan izlangan olim bo'lg'achqa ya shu chaqning vaziyatini ko'z tutib, sal o'zining qarashlarini bak e'lon qilmay, o'zi ishini bilib munda tudimi yoki o'zi davomli qamdaqa tafsirlagan turaksız narsa olgandan davomli o'zgarib turdimi? Aniq munda qarashim bor deb munda bayon qilgan emas ekan. Keyingi vaqtda buning ba'zi chataq qarashlari va chataq e'tiqodi va deb qazolab davlatdan cho'ng urinib bo'lgandan keyinmi podsho sertifikat butun kitoblarni ko'ydirib o'tgan. Zindiq degandek gap bo'lib bundan o'qitgan. Qanday bo'lsa falsafa degan aslida bu islom shariat dini nimaga asli udilmaydigan bir narsa. Falsafaning tigini nima desa, inson qanday paydo bo'lgan, dunyo nerdan kelib qolgan, buniki nima bo'lmoqchi deb metafizika, g'aybiyat bilan gaplashadi. Bu xuddi aqlni pichoqlamasdan bo'sha sayto'g'ra ishlatmay, to'mini sanayma, tashqi uraman degandek bir o'zi yaratilgan bir ish qilmay, boshqa narsa sog'indek bir ishim. Sen qancha o'ylab baqsan, xiyol qilib baqsan, inson qanday yaratilganini tasavvur qila olmaysan. Dunyo bunda o'tgan, bunda fashinda, bunda bo'lib ketgan, xiyol qilib baqsa, hammasi xiyol qarazdan iborat. 10 kalla olsa, 10 xil xiyol, 10 xil falsafa bo'ladi. Hatto bilmayman, tam deb turganligim bir falsafa bo'ldi ekan. Al-Qadrin va shu bir falsafa bo'lgan ekan. Din degan nima? Din degan vahiy orqali inson bunda yaratilgan. Bunda bo'ldi, oxiratda bunda bo'lmoqchi. Mana yo'lda ketib bordi hozir. Bunda qilib menish kerak deb, aniq Alloh tomonidan vahiy orqali tushuntirilib qo'ygan narsa bo'lgan ekan. Mavo Alloh tomonidan uqtirilgan haqiqatlar. Mavo insonda xalqning qarazlar. Navanga ma boshqa narsa, dinlar bilan munosabat yo'q. Çünkü sizin kallan ona yetmeydi. Mesela hozir kichik bolaga, mesela 4 yoshlik, 5 yoshlik bolaga ba'zi bir narsani tushundirsak, kallasi yetam buni mumkin emas. Uning kallasi qabul qilolmaydigan narsani o'ylasimi tushunmaydi. Mesela o'ylab baqsin, cho'nglarning ishlarini o'ylab baqsin, tushunmaydi. Qat'iy kallasi ona yetmaydi.
Çoğuşu insan mı? İnsan kanda payda olur. Allah Teala kanda yaratır. Karab durmadan diye yaratkan çağda. Tutmaydı onu. Şuna felsefe bilen nima zetten şeriatın onları. Akılına mı şu alimli Allah Teala'nın veyisini düşünüş için işiltip usul fıkha mı şu ilmil hilafını payda kıyar. Yani mağan aklını şu yaratılgan maksatı işletken oldu. Allah Teala bana hitap tuttu. Ne demek şey? Ben de nimen talep kılıvatıdı. Tabi mağanın düşünüş. Şuna usul fıkha bu İslam akliyasının en yukarı meyvesi, neticesi hesaplandı. Yani İslam felsefesi desek oldu yani. İslam felsefesi de bir değişimiz gerek olup kalsa, İslam'ın felsefesi buluş gerek, İslam felsefesini dep kalsa, İslam felsefesinin usul fıkha degenlik mesela İslam felsefesi. İmam Duruş'tan bu felsefi karışları tazyin edemez. İtikadi karışların tazyin edemez. Özde belki onu ifade edilmeyen buluşu mümkün. Kandalam olmasa bu alim şeriat ilmi bilen felsefe ilmini bunda tutaştırıp çıkışı bizge mağma hakkında şunu öyle şeriatın hakkında yol nasıl çıkışı zitemez bir maslaşı doğada bunda karab çıkışı sahada kitap yazıp eser kaldırıp onu alim ki. Şu an bu kitabı mı ay felsefi haişe inek iz kaldırılır. Şu bu fuqahalar ixtiloflashtirdi ama ixtiloflashgan bo'lsa tabiiy endi tushunish aql idrok boshqa nususning ahvoli o'xshash bo'lgan ekan ixtiloflashadi. Lekin bu ixtilofning sababi nima? Falsafani o'qidi bu inson qanday aytib qolgan bo'ldi? Bu ixtilof nima uchun bu ixtiloflashadi deb endi falsafiy hatto ba'zi masalalarni taqsim qilish, tahlil qilish nodurmi? Falsafiy ta'siri bor. Falsaflikning ta'siri bor. Qanday bo'lmasa bu kitob fıkhi şeriat sahasında burun alanında örmekçisi olan muteber kitabının birisi. Bunda yakındaki alimli olsun, felsefenin yaptırmaydı alimli olsun, bu kitabını kadirledi. Kıymetini biliyordu. İlmil hilafın belki edebi nimese ehemmiyetini verirsek biz düşüncemiz okşaş bulmalıken furuatta ihtilaflaşıp kalsa bunu tabii de karab başka qarash to'lab qolsa biz bu manda qaraydigan deb undan gaplashmaydigan yoki uni haqoratlab tillaydigan bir masalada bir ko'z qarashi o'xshash chiqmay qolsa uni yo'qishtiradigan manda yo'lga chirilmay ixtiloflash tabiiy ahvol bo'lgan ekan boshqa qarashga nima o'xshash hurmatlaydigan aslida ko'z qarashim o'zanga hech bo'lmaganda bo'lmasa şu alimliğe, şu dost biradar kırındaşlığına nispeten çoğunluğundaki meğer muhabbetin, hürmetin sevip etmesi için. Mağmesilde bu mandara paraydıken de bulan soğukçılık çıkalıdığan, gepleşmeydiğen, manda bulup kalsa bulmaydı. Bu hilaf ilmininki edep kaidesen bu. Ma kitabda okşu arkalık ölümanınki ihtilaf bulaş sebebini düşüngenliken bu bunda ihtilaf bulaşı tabi ahvalken de başkılığımı mazur kürep, eğitilmeydiğarak bu hiç bulmasa yani taassüplük illeti yengilleydi. Malum bir qarashni yani malum bir şahs tarafiga o'tmay turadigan adam yo'q. İnsan bo'lgan uni ya malum bir ulamo mujtahidga amroqlik qildi yoki malum iqim o'zining xohishi malum unga mayl bo'ldi. Lekin shunga ta'siri uchramay chari yo'q. Lekin bizning o'zimiz xohishimizni İslam adab axloq qoidasiga bo'ysundirsak, bu chog'da biz boshqalarni sirtdan eshitib turib yomon ko'rgan, bunda ish bo'lmagan ekan, bizning ta'assublik illatimiz yengillab, ko'z qarash o'xshash bo'lmasmi, normal qarindoshligimizni sürdürüp ketadigan bo'ldi. Bu ilmul xilaf degan maktabdagi hozirgi ilmul xilaf fiqh mazhabini o'qidik masalan. Fiqh mazhabini o'qigandan keyin ma'vo fiqhul muqaran yani. Fiqhul xilaf deganimiz hozir fiqhul muqaran. Ana boshqalarning qarashiga nisbatan bunning chatoqlari boshqa mazhabdan balki bunning ko'rgan qo'lga tushgan kitob, boshqa mazhabning qarashlari vakillik qilgan kitob deydi emas. Ibn Rushd Hanafiy mazhabining qarashini bayon qilmoqchi ekan. Hanafiy mazhabining qarashlarini ko'rib ondan yozay deb bir kitobni oldimiz. Ya Hidoyat Abdu ya boshqa kitobni olmasak. Oğanken şu kitapta Hanafiy mazhabga vakillik qildigan mesela ma'lum bir meselede delilini bayon qildi deydi. Onda kuşluk delilden 3-4 turluq aciz bir kıyasımını yapardınız. Kur'an'dan, hadisten delil bakim şu meseleye. Lekin o kitabımızda ehlim
qiyasdan akab qolib ketaveribdi. İmam Rushd shu kitobdan Hanafi mazhabini onda qaraydi. Bunun dalili nima degan bo'lsa, buning mazhabni unda ojiz ko'rsatib qo'ydi. Masala isko'mmisimi to'liq izlanib, Hanafi mazhabning manda dalillarim bor deydigan o'rniga ojiz dalillar akab qolib, u ojiz dalilni tepkitlab ondan mazhabni ojiz chiqarib qo'ydi. Ilmi xilofni bayon qilgan kitoblarda asosan shunda ahvoli ko'rildi. Masalan, shu Mughni deydi. Mavo masalaning shu eng muhimlarini bayon qilgan kitob. Hamma xilofiy masalani bayon qilmaydi. Masalan, tahoratda, zakat yoki muomalatda eng ulug'ilgan masalalarni bayon qilmaydi. Boshqa majmua Imom Navoiyning masalasi. Imom Ibn Qudaning Mughni degan kitoblar hamma masalani birdan-bir tafsili ma'noda. Buningda ko'pincha ahvolda Imom Navoiyninkida unda boshqa mazhabi xatoga dengab qo'ydigan ojiz qarashni qildi, ojiz dalilni keltirib tepkilam uni o'qishtirib unda ish yo'q. Nimada bor? Mugnida azroq bor. Bu endi shu ulamalarningki boshqa mazhablarni taqiqlab aniqlashda o'zininki tarjihatiga bosibni ko'rib, izlanib, dalil jihatdan tilo qilamiz. Lekin o'zimizningki ayrim bir tarjihati bo'lishi kerak. Bunun ustiga hozir maktabni o'qiydigan talib oldi bilan arab tilini, grammatika, nahv sarf deganday. Bunun ustiga balog'at, mantiq, usul fiqhni o'qib bo'lgandan keyin o'qisa to'liq foydalanadi. Undan keyin bu kitobni o'qigan taliblarning ma'lum miqdorda dalilni selishtirish iqtidori bo'lishi kerak. Arab tushungan ekan. Usul fiqhdan o'zir ko'pdir qada bo'lgandan keyin o'zimizningki dalilga agish yo'lni tutmani yorimiz. İmam Nursi'nin tercihatları onu biz delcihattan şu muvaffakiyet doğru iken desek alımız bulmuşsa kapılıyor. İstilahatında Cumhur'da bekası Maliki mezhebine Şafii onun mümkün Hanafi mezhebinin üstünden gözetilir. Bu kitaplar şu ayrımlık özün ıslahatları buluşu mümkün. Cumhur desek kimi göz tutdu, icma desek kimin icmayı, anda ma'lum bir isim atalg'ulda qarşı ahlini göz tutmoqchi, bunda istilohatlar bo'lishi mumkin. Bu sizning nusxilda balki sharh teg'uvchilarninki, tahqirlovchilarning muqaddimalari bo'lsa, buni da tushundirish mumkin. Maktabdagi istilohatlarida istilohatlar vardır. Mendeki nusxilda sharh bo'lmoqdan Manasında şunu taptı, bunun sel şu Hanbeli mezhebine maktabının pek bir kadar Ahmet Kallık'ta çıkan ya onunki background mı felsefi tulap bilmesi pek konu bilmek için nesne background Kallık'ın şunu almadan mı? İmam Ahmed ibn Hanbal'ın mezhebini bazı fuqahalar bu fıkhi mezhebde korumaydı. Ahl-i hadis sahasını çevirecek. Şuna adetki fuqahalı qatarını sanmaydı galiba. Şuna bu nima shulardan bo'lishi mumkin. Yoki hamda faylasuflik tarafi bo'lg'achqa Imom Ahmad ibn Hanbalning mazhabi toza uni qatordan chiqarayotgan bo'lishi mumkin. Uning ustiga buni chiqarayotgan to'liq faqat bizning Saudiya jamiyatida buni muqarrar qilib qo'yganlar. Ahmad ibn Hanbalning mazhabini chiqarayotgan. Chiqarayotgan bo'lsa, ma kitobningki qimmati zo'r bo'lgandikan, garchi hamda ular masalan yoqtirmaydigan bir nimasi bor kitob bo'lsa-mu, lekin bosh tarafdan foydali bo'lg'achqa yana mush kitobni o'qitadi. Yana uzatgan tarafdan hisob qilganlarning o'rniga shu normal bo'lgan bu qaranda maktabdek yozilgan kitoblar arzon. Şu başka İmam Navoiyning majmuu var. Majmuu to'liq emas. Ma'lum bir babga to'xtalib, lekin tövbeş ulamalar to'liqlab baxmo, to'liqlab qilamiz shu to'liqligini Imam Navoiyning qalam bo'yicha to'liqlanmagan ekan, shuna qilib Ibn Qudaning Mughni var. Yoki boshqa mazhab kitoblarning son muqoranlashtirib mumkin sharhlar var, masalan Fathul Qadirdek, Hidoyat nasrdek. Lekin ma kitobda asosda ulamaning ixtilof bu sebebini yine tushundirdim. Şunda bundan to'xtaldi. Dalilini bir qata selishtirib o'tdi. Keyin tarjih qilish mumkin. Demak bu cho'ng-cho'ng masalalarda
fiqhi ixtilof bo'lgan masalada o'quvchini ixtilof qilish sababi bilan dalilni silishtirish bilan o'zining tarjihati bilan ta'minlaydi. Bu tarafdan nima yaxshi. Imom Ahmadning mazhabi yo'qolib demagan bilan yoki musulmon bu mazhabning qarishi yo'q deganlik emas. Nima uchun sizlar Ahmad ibn Hanbal o'zining ayrim qarishidan undatilmaydi. Ahmad ibn Hanbalning qarishi ba'zi Hanafiylar o'xshash qildi. Ba'zi Shafiylar o'xshash, ba'zi Malikiylar o'xshash qildi. Demak, ya'ni Imom Ahmadning mazhabi qarishi yana shu kitobda bor. O'xshash. Ya'ni uch xil qarashi bo'lsa, uch xil qarashning birisi Imom Ahmadning qarishi qildi. Ya uch xil qarashi bo'lsa, biz bilan birga bo'lganidan keyin Imom Ahmad ibn Hanbalning qarashini bayon qildi. Agar faqat demagan bo'lsa, biz izlanib kitob ko'rib Imom Ahmad ibn Hanbalning masalan ayrim, ma kitobda bayon qilgan bir masalaga masalan 4 xil qarash va bu masala degan bo'lsa, Imom Ahmad ibn Hanbalning o 4 qarashdan boshqa bir qarash yo'lab qolsa, biz izlab ekansak bo'ldi. Zohiriyning nima qildi emas. Uningga akaga Imom Ahmad ibn Hanbalning albatta kirish kerak. Bu zohiriyning shu administratsiyaning ma'rifati qismoniga Ibn Hazm Zohiri Müslümanımızın sel ilgili. Yani Ibn Rushd sel ilgili. Şu an Zahiriler kartamı ançın okup ötürdüm. Sılgalı bir şey. Kitabın mukaddemesini okunduk. Okutan da o. Sessiz he. Ama kitabını okuyduğalla Arap dili, fıkıh mezhebi, balagat, mantık, usul fıkha kadar ılımlı bir kadar okuyan, okucu olan iken biz sessiz manasımız için kitaptan toluk paylanıp ahir kadar tüfek kütürüşümüz için o'quvchi hayatı o'qilgan darslikni bir kitobdan ko'rib masalani to'liq bir oydinlashtirib kelsa yoki izlanib mumkin qadar ba'zi dalillar boshqa kitoblardan izlanib tayyor kelsa biz to'xtalib o'tmaylik ba'zi yerda chunki atlanmasa uzun to'xtalgan masala bo'lib qolsa uzun to'xtalsak to'liq foydalanamiz. Tushunmagan lug'at bo'lsa qomusni deb shuni qilinglar. Tamam. Mağlubatın mağazasında bunda topluluk etmeyle. Başka adetliklerinde topluluk etmeyle. Aşağı hakikaten şu mukarrenge münasebetlik meselede andın uzun topluluk etmeyle. Bu çağda faydalı oldu. Mukaddemesinden direkt okutayla "Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid-din." Hadisinden başlattım. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, elhamdülillahi bi cemii mahamidihi ve salatu ve selamu ala Muhammedin Resulihi ve alihi ve ashabihi. فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي. أما هذا كتابنا يسكن مقصدنا بيان على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها. demek üzerinde onda asıl ötesini kaldığında uzun tavazulunun demek için de. Mesel ahkam muttafaq aleyha ve muhtelef fiha bi adilleten. Ya da kitapta bayan kıldığın meselelerini kanda bayan kılmak için muttafaq aleyhine mi deyman dedi. Bayan kılma. Başta tefakal Müslüman ya ki ecmal ulema da icma urunu bir diyebilir. İcma urunu çok mühim. Yani Müslüman ittifak kelgen mesele degeni ki bu talaş cümleler meseleken de bir taraf kar koyumuz o. Bu pek mühim. Onun dinkeandın kıtlap olan mesele bayan kıysa onun delillerini bayan kıldı. Ve tenbih ala nüketil khilaf fiha. Yani ki nimişe ihtilaf oldu. Yani ki mesele nime bunu köz koyman değil. Ma yecri mecral usul vel kavaid. Yani bu ihtilaf olan mesele bek tarmak mesele emas. Köpünçü şu malum bir sahada en ululab asas olduğun. Çünkü fıkıhda bir meselede ihtilaf bulup kalsa, onunla tarmak olup 50-60 meselelerde ihtilaf usul kurulduğu ahval var. Çünkü şu en ul hesaplandığın meselelerini bayan kılman dedi. لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا. Demek bu mesele vahiyge çetişlik meseleler. Çünkü hükümden nimede altta Kitabullah ama Kitabullah'da hüküm çıktı. Kitabullah'a münasebet mesele mi? Ya ki şunu çetişlik. Ve hiyel mesailleti vakal ittifak aleyha. Demek bu iki kısımga ayrıldı. Bizse ispat olan meseleler yani bir kısmı İslam fıkhı sahasındaki aliminin oturda ihtilaf olan meseleler.
ixtilof qilib keng mashhur tunilib ketgan, mashhur bo'lib ketgan masalalar. Sahobalarning davridan tortib toki taqlid do'rimchilik bir mazhabga ayishib bilan bunda bo'lish taqib yo'marib ketgan qadar deydi. Lekin masail mas'ullarga hadi masail demakchi bo'lg'ini men bu kitobda bayon qildigan masalalar shariatda ko'rsatmagan masalalardan mujtahidlarga uchrab qoldigan hukmini izlanib qoladigan masalalarga qarata ul va asos bo'la oladigan qoida xarakterlik masalalarni bayon qilaman. Bu men bayon qilgan masalalar ko'pincha ahvolda shariatda oyat va hadis kelgan shunga bivas munosib bo'lgan masalalardir. Vayil masailallati vaqal ittifaq alayha. Demak, men bayon qilgan masalalar ul xarakterlik masalalar olimlar o'tirida ittifoq kelgan yoki olimlar o'tirida ixtilof mashhur bo'lgan cho'ng masalalardir demoqchi. وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية. عند شرعي أحكام لك خاص yollardan biz alımız bu şer'i hükümne muşunun türlerini bayan kılıp öteyli dedi. Şer'i ahkamının türü netçe ve ixtilaf sebep boğan neslerin türü kaysa. İnne turukallati minha tulqiyatul ahkam an nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil cinsi thalâfe. Demek var cins ne ve hakaza mantık, felsefe, şunun üslubu var mı bu? Bunun şu cinsi şıkıldaydı. Resulullah'ın hükmünü alıp tutun ama şunun yolu şıkıld olduğu deydi. Birincisi lafz, ikincisi fiil, üçüncüsü ikrar. Ve amma ma sekete anhu şari'u minel ahkam. Yani fakat Resulullah ifade bildirgen meseleler çoğu. Cumhurun karşıda inne tariqal vukuf aleyhi vel kıyas. Fakat ifade bildirgen olsa biz başka ifade bildirgen meseleleri kıyas tutup onu hüküm çıkarmayız dedi. Ve kal ehl-i zahir, ehl-i zahirin ihtilafına keldi hazır. El-kıyas fi-şşara batıl. Ehl-i zahirin kıyasını etraf kılmadan bu başta kıyas batıl, o meskut anha hükümsüz kaptali vurdu. Hep duruyor. Şeriat kiliştiğinde mümkün olan aslında bir hükümsüz kabul etse akavuslar. Şeriat kelgendeki lekin o zahirli kıyasını etrafını meskut anha degan bilan belki neticede cumhur mesela meskut anha deb qargan meseleni bu bir umum delil bir narsa chigizib turib yo'q delil bilan haram bu deyishi mumkin. Demak bu meskut anha emas bu deb turibdi. Mesela hozir biz xironni haram dedik shunami? Nimaga asosan aroqqa qiyos qildik. Qiyos desak bu deydi xamir degan Muşunda ahirun muşu viski muşunasına nasıl hamur deyiptik. Bunlar bu haramın bunlar bu meskuna anha bir şer'a emas bu kıyas kılıcının bunda kılıç hadisi muşu ayetlerim haram deyişi mümkün. Demek bu başka Resulullah kılganmağın nasıl hemen mesela o mubah da bunda diyebilmeydi. Neticede yani onu mantıkta çatıdı bu. Kıyas kılıcı hadisi bu nasılan mandağı deyişi mümkün. O neticede yani 8 altıda çıksın. Yok demez mi? Ha, meskut anha hakikaten fakat cumhur mu meskut anha dese, ahli zahir meskut anha dese, andu bunun hükmü yok deydi. Aynı mesut. Şöyle şeriatın hükmü yok. Çok delil olan birisi tek bahsediyor. Bunun birisi gelmiş kıyasla yola. Kıyası etraf olmaydı. Adatı maddes Şu Davud-ı Zahiri üstadı nasıl mı? Şu mezhebinin imamı değil mi? İmam Şafii'nin şagirdi. Şu derken bu İmam Şafii'nin şu İbtal Sanda kitabının içinde bir kitabı var. Şunundaki delillerin hepsinin kıyasını bekar kılıtığını görüp ben şunun kıyas batıl degan bir söz var. Bu kıyas kılıp Kur'an hadis'e nasılına okşamaydı. Bu insanı bir itaat. Okşutuyorsan kıyasla okşutma. Belki okşutma hata getishi mumkin. Bana okşaydigan deb qarab qolgan okşaması mumkin. Lekin kıyasning Kur'an hadisdagi asosiy kuch bo'lgan ekan, jumhur kıyasni e'tibor qildi. Muhim masalalardan birisini bir hadis var o, Seyyid Daruni ma taraktukum. Fe innema halakallezina min qablikum bi kathrati sualihim ve ihtilafihim ala enbiyaihim. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ve ma nahaytukum anhu fantahu. Deb şu
daruni ma taraktukum degan men hech qana biz işte buyurmagan to'smagan ish bo'lsa uni endi qo'yib qo'yinglar o ma sakatan afun dedimi lekin bu shu mubah doirasida degan shuni asos qiladi va dalilul aqli yashhadu bi thubutihi deydi hozir bu jumhurning qarshisiga keldi zahirini keldi hozir ma bi thubutihi degan nima jumhurning qarshini da'vatadi tarjih qilyotdi aqlmi o'shaning to'g'riliqini isbotlaydi demakchi sabitligini shariatda sabit bir narsa ekanligini isbotlaydi guvohlik berdi deydi hozir ma aql falsafachilik nimasi chiqyotgan va dalganal waqa'a bu bir xil dalillar tarjih qilish dalili nima shu degan chog'da voqealiklar bayna ashxosil anasi g'ayri mutanahiya turmutur necha milliard shaxs bor shunami bu shaxsninki shaxsdan sodir bo'ladigan voqealiklar cheksiz deydi va nusus val af'al val iqrorat mutanahiya oyat hadislarning son cheklik deydi va muhalun an yuqabala ma la yatanaha bima yatanaha deydi demak cheksiz bo'lgan narsa cheksiz bo'lgan narsa bilan udulashmaydi amaliyotda nima bu faylosoflikning ta'siri biz ilmiy kalamda o'qidikku va kamalatuhu la tatanaha alloh taoloning kamolini cheksizdi ma so'z faylosoflik ta'sirida aytgan so'z bo'lsin bu toza dil tushmaydi menga nima uchun deganda qavoidul islom nusus cheksiz bo'lgan bilan cheklik shu nususlar umum qoida hisobida umum qoida şu mesela ayetlerine umum hürmet aleyküm meyte dedi şuna bu meyte şu ölegan bir şey oldu. Ondan bazı muameleler haram kılıngan bazı alakalı bu umum kaide. Umum kaide olan iken mesela nema harrama rabbiyal fawahiş şuna ve yuharrim aleyhimul khaba'is bu umum kaide. Umum kaide olan iken bundan keyin kildigan hem şahsın sadir olgan anda her türlü fahiş her türlü khaba'is haram şu. Demek o çeklik çeksizliğin yapamaz. Bu umum kaide amma külliye olan iken ama ef'al mükellefin aşık şirkçidir bu. Ve asnaful alfaz allati tutalaqqa minhal ahkam min as-sam' arba'a deydi. Yani vahiy arqılık deydi. Biz ahkam aladigan lafzlarning türi 4 xil turda bo'ldi deydi. Asosan usul fiqh dairasiga masalan. Va kirish so'z hisobida tamhid qilyapti. Salatatun muttafaq alayha va rabi'un muxtalafun fi. Uchida ittifoq kelgan. Birisida ixtilof bo'lgan. Masalan, ittifoq kelgan 3 qasa, Salavuzunamın kitob sunnamisidan musazi. Hadisning so'zi o'sma lafz amun yuhmalu ala umumi. Demak, kitobullohni bizimizda Rasulullah hadisini çekti şunun için. Kitabullah Teala mutalliq bi af'al mükellefin dedi. Şu kitabullah şu Rasulullah arkalık mı deydi kan bizge? Dağılırken şu lafzını hadisinin ya Kur'an'ın lafzını tahlil qilsak ya ki nimbilda amun yuhmalu ala umumihi. Am yuhmalu ala umumihi olsa ene hükmü bulup ketişin ama şuna amel kılmaz. Hürmet aleykum meyte. El meyte qanda meyte olsa haram. Emmesin. أو خاص يحمل على خصوصه يعني خاص بر لفظاكن خاص إساعد كتير ونده طلع إساعد شو مثلا رسول الله خاص نواكي مثلا رسول الله خاص كل خلوش نما بون اختلاف يو أو لفظ عام يراد به الخصوص عام بر لفظاكن لكن بونده مقصد نميكن خاص Has malum bir nas közlükə umum məqsəd qılmayıq. Misallar keldi. Aw lafzun xasun yuradu bihil umum. Ya ki xas bir lafz varken bunda umum məqsəd qılınır. Və fi hada yadxulu at-tanbih bil a'la ala al-adna. An yuqur dərəcəsində qoyub onun tuan müşanşida deyiş mümkün. Ya ki tuan tərəfindən qoyub an yuqursun müşanşida deyiş mümkün. Tam baravar kıldıqanda qoyub müşun oxşaş tam baravar kıldıqların müşun oxşaş deyiş mümkün. Bu misalları öndekçemdi. Birincisi misal lafzun am yuhmalu ala umumihi degan. Şunama hurrimat alaykum mayta ve dam ve lahmul khinzir dedi. Şunama elbette mayta ve damu umum. Lahmul khinzir umum. Şunama fa innal muslimin ittafaqu ala anna lafzul khinzir mutanawil li jami' asnaf al-khanazir ma lam yakun mimma yuqalu alayhi ismu bil ishtirak. Mesela khinzir al-madi. Demek Müslümanlar o khinzir deb ataymiz. Çoşqa tong'izdaymiz bu. Yahudunuz olsun, coşku olsun, yani bir xil olsun, hammasi haram. Khinzir degan. Yani o suda sayılgan malum alaqa deniz istidayemez mesela. Manda bir hayvanını
bazı yerlik haklı hınzirilme deb atab qalgan bolsa, bu şunu çam düşmanda bu başqa masala. Lekin odatdagi shu hınzirlan bo'ldi ekan, uni saram. Bunda ama meytin değil mesela. Lafz am yapmalar umumi değil. Meyt degan narsa hech qanday yo'q hozir. Şu meytlan bo'lsa haram qilin deding. Bunda istilop yo'q. Va misal am yuradu bihil khas. Endi bu xas maqsadlar amning misali nima? Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Biyadiki el-am allazi yuradu bil khasma amwalihim. Jam'un mudaf şunama bu umumlikning sig'isi. Hamda bundan amwalihim degan musulmonning butun barliq mol-mulkni hammasini zakat qilinamda. Zakat olmaydi, uning o'lchimi bor. 685 gramda assa, 85 gram to'g'ridanmaydi. Ya'ni ma'lum ba'zi xil mol-mulkdan olmasi mumkin. Tug'idimi 5 dan to'g'ridanmaydi, qo'ydan manchidan to'g'ridanmaydi. Demak, bu nisabdan oshgan doiradagi manda mallida degan gap. Ya'ni xos bir nima maqsad qilinadi. فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال. demek hem de zekat vacip emas kida ittifaq kelgan ama demek bu xas ve misalul xas yuradu bihil am umum maqsad qilingan xas yo fala taqul lahuma uffan demek bu şey of yani ohoy degandek bir so'zni qilma degani bundan umumiylik shulik a'zo ko'ngilga a'zo urdigan qarshilik ishni qilma degan gap. Bu bir so'zni olgan bilan umumiylik urush tillash haqorat qilish hammani o'zi chiyab ketadi, umumni bildirdi dedi. Bu min bab tanbih bil adna ala al a'la. Demak bu eng tunni tilg'ilib yuqorisini chekib o'tish dairasidan deydi. Fa innahu yufham min hada tahrim ad-darb wa ash-shat wa ma fawqa dhalik. Uf demadisa, umuman tilmagan deganimi albatta o'zi chiqaradi deydi. Wa hadhihi man ya'ti al-mustad'a biha fi'luhu bi sighati al-amr. Yani al-mustad'a biha al-matlub biha deydi. Demak bu şu türdeki el-khas yuradu bihil amma bundan matlub bo'lgan narsa ash-sözülen matlub qilingan narsa belki buyruq siyg'asi kelishi mumkin. Va imma yati bi sighatil xabar. Mesela aqimus salat ise buyruq siyg'asi keldi. Fala taqul lahum uffan nahi deyli. Yani xabar siyg'asi kelmasa validat yurdan avladona degan xabar siyg'asi. Yuradu bihil amr mana. Ve kezalika mustada'a terkuhu. Yani mesela hazır vaadi demiş lafzını demek ki ne? Lafzdan. Demek lafz degan ya emri oldu, ya nahi oldu demek ki. İmma en yati bi sigatin nahi ve imma en yati bi sigatil haber yurad bihi nahi. Mesela ikraha fi din. Yani mecburlu olmalı yandek. Şunda haber manası gelgen manda qilmanlar. La qitala fi diyen uruşmanlar diyen uruş qilish yo'q degan bo'lsa uruşmanlar. Demek ahkamni qabul qilingan lafz qanda turli bo'ldi ya. Emr oldu. Yani usul fıkhda okuduğu emr, nahy onda buldu deydi. Ve imman yati bi sigat al-khabar yurad bihi. Ve idha atat hadhihi al-alfaz bi hadhihi as-siyag fahal yuhmal istid'a al-fi'l biha ala al-wujub aw ala an-nad ala ma sayqalu fi hadd al-wajib wal mandub ilayh. Hadd degan ta'rif shunama. Demak vacib bilan mandubimiz ta'rif qilgan chaqda ayrim ta'rif qildik shunama. Ondan bu emrni ixtilof qilib qoldi usul fiqhda. هل يدل على الوجوب حقيقة؟ هل هو حقيقة في الوجوب؟ حقيقة في الند؟ ياكي إباحة من bunu اختلاف düşüp kaldı. Bu taraftan اختلاف buludu dedi. Yani istidal fi'l diyen yani talabul fi'l biha demekçe. Ev yutavaqqafu hatta yedulla delil ala ahrima. Yani bilinmeye kalsak vacip mudu, yani mendub mudu da bilinmeye kalsak anın başka bir delil de bu vacip demekçe deb bunda başka bir delil kagichi saqlab turamdi, to'xtab turgan gap. Fi baynal ulama xilafun mazkurun fi kutub usul fiqh. Demak, bunda usul fiqhda xil qarash va xil qarash va deb biz nima qilib o'tdik ama o'qib o'tdik. Va kadalika al-hal fi sigha an-nahy hal tadullu ala al-kirahiyya aw at-tahrim. Bu o'xshash nahy amrga o'xshash vujub nadb bildiramdi degandek ma'no kirahiyani bildiramdi yoki tahrimni bildiramdi deb talashatish bor. أو لا تدل على واحد منهما فيه الخلاف المذكور أيضا والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط. Demek ki şu hüküm çetişik olgan şu neyse değil mi? Bununla şu hüküm dalalatlaşta ya bir ma'ni ifadeleyen lafz bilan keldi. Ve vallahi yu'raf fi sanat usul bin nas. Hiç qanday başqa bir ma'ni ehtimollik yo'q. Nasning da ta'rif qildi.
ما لا يحتمل غيره يعني ما له دلالة قاطعة لا احتمال ما هو ديندك نمقدو دلالة واضحة من غير احتمال شيء آخر ديندك من ده تعرف تلقى وبر معنى ifade لين بوسا إسمه احتمال لقواسن نص دلالة تولد إنك bunun duma kudul amal kıldan gel talaş bulmaydı mı bunun nasıl olan yani ما لا يحتمل لا معنى واحد ولا خلاف في وجوب العمل به والعمل مش واجب وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد İşte ya onun köprek mani ifadalab qo'ydigan lafz olib qolsa bunun bo'ladi mushtarak bo'ladi boshqa narsa bo'ladi ama vada qisman imma an takuna dalalatuhu ala tilka al-ma'ni bis-sawa tam dalalat qilsa ikki ya undan jiqroq narsaga bunun bo'ladi mujmal mushtarak chunki mushtarak mujmalning bir turi bor asan quru degan so'zga o'xshash demak bu mujmal degan aniq bir ma'nosi yo'q aniq bir narsa tushunilmaydigan yani boshqa bir bayonga muhtoj narsa mushtarakmi shuning jumlasidan wala xilaf fi annahu la yujibu hukman buni aniqimiz kelgan qadar biz bu gangrab qolamizda darhol bunda bir ishga qadam qo'ya olmaymiz wa imma an takuna dalalatuhu ala ba'd tilka al-ma'ani akthar min ba'd demak bu lafzan ba'zida bir ma'noda 90% bir ma'no ifodalaydi 10% ehtimolligi bor bunun bulta الظاهر وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرة عندما بالظاهر ده بطلدون ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا 90% دلالة تربيدان بظاهر ولده 10% احتمالك تربيدان bu احتمالك ولده نما وإذا ورد مطلق demek bu احتمالك أفرمسك نمبلته صدقه وغلا مثلا ظاهرın taşlap biz 90% çoğun zahir iniq ko'rinib tashlab 10% ehtimollikqa olib ketsak nima bo'ldi aslida ta'vil bo'ldi muavval bo'ldi shu lafz uchun muavval bo'ldi bizning qilg'ashimiz ta'vil bo'ldi ixroj al-lafz min az-zahir ila al-ihtimal al-bayn va idha warada mutlaqan bir lafzan mutlaq kelib qoldi shunama humila ala tilka al-ma'na allati huwa azharu fiha hatta yaqum ad-dalil demak shunda bir nima kelgandikilar biz nimaga gapirmaymiz 90% ko'rinib turgan yerga gapiramiz ama darhol 10%ga qayirib etmaymiz lekin 10%lik ehtimolni maqsad qilgan ehtimoli kuchli bo'lib qolib boshqa bir dalil kelib qolsa 10% ga gapiramiz masalan hatta yatbaynakum khaytul abadun khaytul aswad dedilar shunda ba'zi sahobalar jibab etgan masalan balki uning o'zining tushunchasida zohir shu anda darhol shunga mushg'ul deb nima qiladi yo'q ehtimollik bor subininki yurish masalasini ko'z tutgan bo'lishi mumkin lekin dalil bor edi shuni lay deganda nimalar bor dalil bo'lgan ekan biz 10% tartib olib ketdik buni qarina dalil bo'lganlikdan فيورد الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع هذا تمام مذهب نشكد غان شغدا القرآن الذين تسمعمز أهل السنة والجماعة حديث تسمعمز وامدا رسول rezingidek sözümdür. Doğru. Biraz Kur'an hadisini lekin Kur'an hadisine ekeldi hazır. Kur'an hadisinden bu nasgan bir lafzda ibaret olan iken bunu düşünüşten biz ixtiloflashgan. Hadisga amal qilaman degan ama şu onaylarni ekelsak, onaylarni hadisini qo'ysak hozir Buxoriy Muslim sayyidini ekib qo'ysak, onu tushunib o'zlari ixtiloflashgan gap. Davomiki ama lafzniki ahvoli qarab undan ixtilof kelib chiqadi. Yani maktab o'qisak, ixtilof qilishni to'g'ri tushunib, ulumoni unda qalayman tilab qaralmaydigan unda bo'lgan. O'rmatlashdimizsa, normallashib. O'qimagan adamlar akademiyada taqashlaydi. Qani taqashlaydi. Ilmoni taqashlaydi. Hammasi Qur'on hadisning dalolati alfozning dalolati hammasi nas o'sitda. Hech qanday ehtimollik yo'q. Başlayacağım ham bilan muttafaq qoldi. İmam Müslim o'ttigo, bu muttafaq alayhi nas bo'lgan bo'lsa, vojibul amal bihi. Lekin hammasi unda dalolat nas emas. Zohir va ishora va fahmul kitob va fa'al khilaf al-fiqh fi aqawil ash-shari'. Demak, shari'ning so'zlari lafzda andin ixtilof bunda kelib chiqadi deydi. Lekin zalga min qibali salatati ma'nan. Lekin bu ixtilof ushman tarafdan keladi deydi. من قبل الاشتراك في لفظ العين demek şu lafzda müşterek bulup qolganlar shunami demek bu ishtirak lafzi ma al-qur mesela bu to'g'rimi haydmi
Ve doğru da kasımın da, haydap kasımın da bunun mesela hüküm özgürlük etti. Ve min kıbıl iştirak fil alif ve lam al makrum bi cins tilkel ayn. Mesela el de bir nima keldi deyli. Alif lam hazır umumlukni bildiradigan bir siga. Yani bir tarafından ma nahvni nima deymiz? Lil ahd deydigan gap bor. Bayaqa eliqa degan. Demak, bu yerda el bilan keldi. Bu eliqa anas mundal degan gap bu ya. Oshnasin hammasi mushunga turuvchidigan narsa hammasi bundan. Demak, ba'zi ulamalar bu umum bildiradi, ba'zi xoslikni bildiradi deb qoladi. Talashtash mishari kelib chiqadi demakchi. Yani hal urida bil kull aw ba'd. Ve min qibl al-ishtirak alladhi fi alfaz al-awamir wan nawahi. Demak, shu awamir wan nawahi dema shunda ishtirak masalasi bor edi. Şundan talashtash ixtilof kelib chiqdi. Amma at-tariq ar-rabi' fa huwa an yufhama min ijab al-hukm li shay'in ma nafl zalika al-hukm amma ada zalika ash-shay'. Demak, ma'nasi manda debdi masalan. Undan boshqa narsani-chi, unda emas deganlik ulamdi yoki uning gapini qilmadimi, hukm bermadimi? Hali misol keldi. Wa huwa alladhi yu'raf bi dalil al-khitab dedi. Bu dalil al-khitabni biz nimada? Mafhum mukhalafa. Bu usul ijatın delil muhtelif fiil, nima? Muhtelif fiil. Yani bir mezhep olmaydı bunu. Yani bir mezhep olmaydı. Yani bir mezhep olmuş, nelide olmaydı kan? İşte nelide başka nelide mümkün. Aslında işte ben usul fıkıhda umumen hani bir mezhep delil kitabına hesap kalmaydı. Başka da hesap kalırdı. Cumhur. وهو أصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة. Saime diyeni ma bekarlık yaylakta otlaydigan demekçe. Ayında bekarlık ot çöplü bilen otlaydigan, yaylakta otlaydigan koylarda zekat var dedi. Endi otlamaydigan elep etip berip bakıdigan. Öydü bakıdigan koyulca. Yani bir mezhep onu doğruluk yapımıda değil. Onu doğruluk hüküm yok mu hadiste? Müşahadiste. Başka neden hüküm buluşu mümkün. Lakin müşahaddan öyle elep berdigan onun hükmü yok diyişi mümkün. Ama başka mezhep şu cumhur onda zekat yok degan buldum şu diyor. Müşahadisinden. Baş taraftan başka adam müşahadisinden Allah. Müşahadisinden helep bilen bakkan koy zekat yok deb chiqamdi yoki uning gapini qilmadi degan bo'lamdi. Cumhur zekat yok deb turadi. Yani bu mezhepda müşahaddan zekat yok degan gap chiqmaydi bu to'g'riliqda biz demagan bo'ldi deb. Zekat yok degan bo'lamda. Qani bor, yani bir mezhep. Yaylaqda qolganda bor degan gap bo'ladi bu endi. Aslida yani bir mezhepda hozir bir mezhep bo'yicha Hanafiydan biz chiqdi. Yaylaqda bor degan bo'ldi. Lekin boshqalar munosabsiz, nima? Boshqa zikr qilmadi. Unda qoldi. Buni bularmi hadisninki kelgan siyosatini tekshirish kerak. Mesela bizse kelip soraptı. Yaylaqda qo'ylarim bordi, buni zakat qilamdi deb so'ragan bo'lsa, yaylaqdagi qo'ylar keladi debdi. Bu chaqda boshqaning gapi munosabatsiz bo'ldi, hani mazhab degandek. Endi odatda oldi-keyin yo'q odatda munda degan bo'lsa, bu chaqda balki anda zakat yo'q deganni bildirish mumkin. Bu ehtimollik bor. Mesela bir normal nimada biz hazır ya bir ziyafat oldu ya bir nima oldu birini kirib falani yadiki ballarni kelamdi ya to'yga ziyafat dedi düşünün. Falani boski ballar keldi deb ama endi boski ballar ziyafat keldi desek boshqa kelmaydigan bo'lamda ya mana Abdus Farimning azani bir mazhabning nimasi onda Müslüm Muhammed Resulullah çıkıp ketdi. Mefhumu halk aslan şunu. Ya onun tafsilleri var albatta. Onda çadak çıkmaydigan derece kılır cumhur mu? Lekin umuman ham da usul fiqhda ixtilof bor. Demak bu ixtilof ham da ma'mazatda ixtilof paydo nima uchun? Ma'mazatning bo'ldi dalil xitob degan masala ma'nodimi ixtilof chiqdi deydi. Asas ثم خطاب كده تقول فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة والجمهور شنما وأما القياس الشرعي أن ما تجده أنا في مذهب عند دبشن مده
Kıyas şer'i deganimiz şu, bu kıyas zamanında ixtilof bo'ladi. Chunki men ma'nosi qiyas qilaman, siz boshqa qiyas qilgan, biraylar boshqa qiyas qilib, shu chiqib qolishi mumkin. Qiyas shar'iy kelsak, qiyas nima asli o'qishdi shunda. Fa ilhaq al-hukm al-wajib li shay'in ma bi-shar'i bi-shay'. Biza Beydawiyning do'q ilhaq مثلا حكم ثابت بالشرع لحكم آخر ما لشيء آخر لأمر مسكوت عنه بأمر غير منطوق به لعلة جامعة بينهما شنو درك بالتاريخ bulduk. Demek şu mezmun şu anda ibare okşaşılması mı? Hükmü ispatlanan bir narsa, hükmü kemmigen bayan kılmagan narsani okşatıp bakamız. ولذا كان القياس الشرعي صنفين. Yani ya da kıyas şekli oldu değil. Kıyas şebah ve kıyas illa. İlleti okşaş olan kıyas andın özünün lafzi değil ama şu şebah degen belki lafzini demek şey. Lafzi okşayıp kaldığan kıyastır. Vel fark beynel kıyas şer'i vel lafzul khas yuradu bihil am. Şer'i kıyas bilen alaka umum maksat kılıngan xas vagon fala taqul lahuma uffan degan. Bu ikkisining o'rtasidagi farq bor edi. Qiyasın celi bormi shu? Masalan, bizda qiyas celi deyish mumkin. Yani biz bu am nima xasni yaradi biz am deyish mumkin. Demak, manadir ixtilof bo'ldimi? Biraylar qiyas dedi. Biraylar qiyas celi dedi. Biraylar yo'q bu qiyas emas. Bu tanbih bil adna al-a'la bu تحريم الضرب ثابت بالنص ديش ممكن قياس ولا نماس أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص demek bir şey farkında has nas mesela o lafzga andın qiyas qilamiz fa'ul haq bihi gayru lekin o umum mesela o amço qiyas bo'lmay o sabitun bin nas bo'lib ketadi deydi mabak jinsga ekanmi yani أن المسكوت عنه يلحق بالمنطق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ. demek مسكوت عنه بس خيروين ليلة شما يلحق بالمنطق به بالخمر من جهة الشبه الذي بينهما وخشب قاغلق جهة لا من جهة دلالة اللفظ. هذا خمر ديان söz nima? Nima bildirdi? Ya mesela sizlar maskuldan so'q deyishlari mumkin. Yana biraylar qolib şu çağdaki aşımanda yasıldıgan aşharak şu ya kendi viski ya manda akarak ya manda arak şu hamırda batıldı. Bunun baş hamır olmaydı mı? Yani bireylen kopap hamır diyen kullu ma hamır al akıl. Akılını yokutup koyduğun atamız hamırda batıldı deyişim. Bunda olanken bu delalatul lafzıyla okşamagan buldadır. Şebah taraftan mı delalatul lafzı taraftan mı? Biz okşatsak heroinle arak okşattık. Lekin dalalatul lafz desek-chu, xirun degan shu xamir shu. Yani xamir degan shu xirun shu xamir degan so'z shu xirunga dalolat qildi deb turdim. Chunki aqlashim yo'qdi. Ha. Hali ribo deymiz masalan. Ribo desek, hali bu o'sim ribo bo'lamdi, bo'lmamdi desa, biraydan qo'pab, shu o'sim degan shu riboning o'zi shu. Deyish mumkin. Yani biraydan qo'pab, bu o'sim degan bu manda Munda olanlikin bor riboga o'xshash bo'ldi deb riboga o'xshatib uni qiyos qilib turib anda aram deyish mumkin. Yani biraylar shu riboning o'zi, ribo joyining o'zimi shu deyish mumkin. Demak, nimada minjat shabah الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس. Demek yani فلا تقل لهما أف desa, urushtirishni o'ziga oldigan umum so'z deb qalsak bu qiyas olmaydi. Xamirnamo sen hozirgi ba'zi naslni servin boshqani tanbih lafz yani hozirgi naslning arabning haram degini buniki bunda nimalarimiz haram degan lafzning o'zi servinda shu akazan arab doirasi hisoblab haram qilib aytgan deb qalsa bu qiyas olmaydi. Nas bo'lib qoldi. Bu qiyas hisoblanadi. Nima va min ba'd dalalatul lafz. Demak shu lafz mushuna dalolat qilib qo'ygan zodi. قياس قلب أطر شهاجة السديم وهذان الصنفان يتقاربان جدا لذلك بنا أطر فرقنا جنش كغام ده لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به تبقى قادر ضرب شتم بنا أفق إلحاق مسكوت نما خيروين وكذانا
haraqqa ilhaq qilmoqchi bo'lgan ekan, bu yerda farqnat jinsga ikkisini o'tirdi. Vama yaltabisan alal fuqaha kaseeran jiddan. Ko'p ahvollarda fuqahalar bunda aralashtirib qoladi dedi. Famithal qiyas ilhaq shar bil khamr bil qadif fi al hadd dedi. Mesela qiyas qilindiganda araq ishga odamni jazolashda biz Hazrat Alining bir asari bor masalan, qiyas qilgan. Araq ishgandan keyin masulonikandan zina bilan qaralaydi. Unda bo'lgan natijada jazosi qazif jazosi bo'ldi deganda. Bu qiyas hamda 80 dar urimiz degan qiyas. Shunama was-sadaqi bin-nisabi fil qata. Qo'lni kesishga nisob qanchalikda 10 dirham 10 dirham. La qata fi aqall min 8 mijan. 8 mijan nechita 10 dirhamda. Demak, hozirga 50 ko'ya 100 ko'ya binas bo'lishi mumkin. Demak, shundan da Hanifi mazhabida balki qiyas qildi-ku, to'yliqmi eng tuvan miqdori 10 dirham bo'lishi kerak. Qo'l kesildigan bir bo'lgan ekan, bu shariat e'tiborga olgan bir aqall qimmat bo'lgan ekan, to'yningmi, to'yliqningmi aqall miqdori mushi bo'lishi kerak deb u bir xil qiyas qilgan bu. Va amma ilhaq ar-rabawiyat bil muqtati aw bil makili aw bil mat'um fa min bab al-khas rizbun. Masalan, rabawiyat 6 turlikni dedimi? الذهب بالذهب والبر بالبر والقمح بالقمح الملح بالملح والشعر بالشعر degandek. Oltidak mana tizgan bo'lsa, endi bunda hozir buruj var masalan. Buruj bu rabiyat shiramdo, chimamdo desak, bu bunda misol shaklda mana ba'zi, lekin mushu o'xshash mushu oziq-tulik dars sirgan guruj olsa hammasi mushu shirkatda deb qalsa, umumlikdan bildirdi deb qalsa, nasning ishida bor edi. Bil haqraba bil muqtada bil makil aw bil mat'um fa min bab al khas urida bihi al am. Demak bu 6 tur xos narsa degan bilan umum maqsad qilindi. Muqtat olsa uzuqtulik hammasi. Makil qalsa jinlab taraziga bilan mundasildigan narsa hammasi shirkatda demak. Fata'ammal hada fa inna fihi gumudan. Fata'ammal degan ibora fuqahaning istilohi. Her bir istilahning nazik ma'nosi bor. Al-qawl hasil fal hasil degandek mana. Va fihi nazar deymiz-ku. Hammasini fata'ammal degan jinis bir yava shunga diqqat qil demoqchi. Fata'ammal fal yuta'ammal deb tiladi. Fa inna fihi gumudan bir xil g'uvalqa buning diqqat qilib qaramsam olmaydi dedi. والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. الظاهرية من ده قياس قرشتوه. Bu daydan zahiriye birinci türlü gelip biz kıyas kıldık o. Lafzi onda dalalat kılmagan halatta kıyas kıldık. Has bir narsin ki has bir narsin ifadeleyen lafziga kıyas kıldık. Ama fela taqullaha ve uffun deganda biz bu darb şart mesela tıllaş, uruş bu şunun işi de badab qalsak qiyas zahiriye bunun unda e'tiroz qilib uni aqlashmaydi. Chunki bu qiyas emas ama qiyas qalsak unda zahiriye bununla qarshi chiqadigan shu deydi. Ve amma thani falaysa yanbaghi laha an tunaza fihi li'annahu min bab as-sama'. Bu deydan da ikinci türde fala taqullaha uffan dedik mesela ama şunda bu qiyas bu qiyasında da qarshi chiqish hojasiz edi. Amaliyotda-chi fala taqullaha uffan degandan urush tillash qalqishning haramligi qiyasmi yoki lafzning ishidimi? Dalavatun masluqu. Nasılanda? Dalavatun chiqadimi? İkinci tur olgan. Birinci turda qiyasdan chiqdi. Boshqa qarash yo'qmi? Birinci turda qiyasdan chiqdi degandan keyin biz bilan tanazuq qilish lozim endi zohiriy. Lozim bo'ldi. İkinci turda nazardan chiqqandan keyin desak bu qiyas tanazuq qilmaydi. Demak endi hozir biz shunda deb qalsak tanazuq qilmas kerak. Ama qiyas deb qalsak tanazuq qilish kerak. Amaliyotda bu nima? Qiyas. Chunki qiyas agar qiyas bo'lmagan bo'lsa, dalalatul lafz bo'lgan bo'lsa, bu dalalatul lafz aniq bir bo'lgan bo'lsa, ixtilof bo'lmasdi. Hozir bu qiyas emasdi, dalalatda talashtarsin bo'lganligi, buni qiyasni. Demak, buni zahiriya qarshi chiqadi buni.
وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب. يعني هذا ما شغلنا شو دلالة اللفظ تربتنا الخاص الذي أريد به الآن ده قرالتا bu çağda Arap tilde zaten mesela of da samma diyen gaptin urup tillama diyen gap şu tipidan çıkıp dep qalsa bu Arap tilinin alqa eniq bir dalalatlı şimiske qabul qilmay unumay turlagan buldu deydi. Wa ammal fi'lu indama söz lafzının müstügüdür ama usul fiqhına xulasa biryapti bizga. Çünkü ma keyingi masala hammasi shu usul fiqhdagi talashtash usul qurilgan bo'lgan ekan, ixtilofga sabab bo'lg'achqa hozir ma'lum bir deyitib ondan o'tmoqchi. Biz mana usul fiqhdagi nimani bir muzokara qilib olgan bo'ldik hamda. Fe'l javob fa innahu indal akthar min at-turuq allati tutalaqqa min al-ahkam shar'i. Ko'pincha olimlar bu fe'ldanmi shariy hukmni olamiz deb tushunama. Wa qala qawmun al-af'al laysat tufidu hukman id laysa laha siyaq. Ba'zilar da bunun ma'lum siyg'isi yo'q, yani dalal lafziya yo'q. Dalal lafziya bo'lmagan ekan, bundan biz hukm ololmay uqmaymiz buni ishni. Ehtimollik bor. Xuddi mushtarakqa o'xshash, mujmalga o'xshash. Masalan, Rasululloh biz namozda duhani o'qitdi, biz namozda sura sajdani o'qitdi, biz namozda muzammilni o'qitdi masalan. Yani buna mushunda shuni o'qish menda vojibda mandub degan chiqamda chiqmamdi. Uqmaymiz deydi. Vallazina qalu innaha tutalaqa dema ishqil qarash bo'ldi nima? Vallazina qalu innaha tutalaqa min al-ahkam ikhtilaf fi an-naw' al-hukm alladhi tadullu alayhi. Demak bu sharkatdan hukm aylanadi desa, bu hukm qanday hukmni bildirmoqchi, ya'ni bu fe'l qanday hukmni bildirdi deydi. Bunda ixtiloflashib qoldi o'zaro billah. Faqat qawm tadullu ala al-wujub. Rasulullahning qilg'ishi asl vojibni bildirdi debdi. Faqat qawm tadullu ala an-nadb. Mandubni bildirdi. Wal muxtar indal muhaqqiqin annaha in atat bayanan lil-mujmal. Muhaqqiq olimning ko'z qarashida to'g'ri qarash, Imom Nurish tarjih qiladi. To'g'risi ma'u deydi. Bir mujmal bir nimaga bayon bo'lib kelib qolsa vojib bo'lmasan, aqimus salat deydi. Aqimus salatga mujmalga salat. Namozni qanday o'qiymiz, qanday shaklda necha vaqt bu. Hamda Rasulullohning namoz o'qishini biz ko'rdik. Ko'rgandan keyin bu ash namozdan bo'lgandan bu vojib. Biz shunda o'qishimiz kerak. Lekin nima hadisaga sallu kamar u lafzdan. Lekin bu sharkat tarafdan o'qisa Rasululloh bir namoz o'qitdi. O'qanga bu vojib farz namozining bayoni bo'lgan ekan, bu vojib deymiz. Wa in atat bayan li mujmalin mandubin lay. Mandub nasin bayan olab kelsa, bu mandub bo'ldi. Wa in lam ta'ti bayan li mujmalin, mujmalning bayoni bo'lmay, fa in kana min jins al-qurba dallat ala an-nadb. Bu anda ibadat, Allah Taala taqarrublik ma'nisi bilan ishib qolsa, mandublikni bildiradi. Wa in kana min jins al-mubahat dalal ala al-ibaha. Masalan, ba'zi o'tirib qo'pash, ba'zi masalan ma'lum bir odat masalan. Bunda beni qilishtirgan, bunda qiladigan odatda. Adraq qiladigan yoki tamoq yeyishda, o'tirib qo'pashda manda ma'lum bir narsa ustida uxlaydigan masalan. Bu odat qanda. Ya qalarak kim kelgan, tuzak kim kelgan, ya manda rangdagi narsani. Bunda qurba ma'nosi bo'lmay, insoniy tabiat bilan yashash odati chishma bo'lsa, o chaqda mubahni bildirdi. Wa ammal iqrar, ana fe'l tugadi. Uchinchisi iqrar. Nima? Fa innahu yadullu ala al-jawaz. Mush ishni qilsam jaiz deganlikni bildirdi. Gap qilmabdi masalan. Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Nima? Azliga iqrar qiladi. Gunoh yo'q degan jaiz desam mayli degan. Yoki Rasulullohning oldida bir aylan nima qilib turibdi bu ishni. Gap qilmabdi. Masalan, Ibn Abbosga eshak bilan kirib ishkini qo'yib tutlam, satning arasidan chiriblam namoz o'qiydi-ku. Satning arasida jamoatning satning arasida bo'lganlikqa e'tiroz bildirdi. Ya sahabe ya Rasululloh e'tiroz bildirmadi-ku. Bu joyda bu iqror endi. Demak, jamoat bilan o'qigan namozda ma'lum o'rin bo'sh bo'lib qolsa, satning arasidan asabning musallinning oldidan kesib miniversak, bu iqror qilingan ish. İmamın aldığı üstü olmaydı. Lekin namaz o'qigan satning arasida üstü buldu. Bu iqror bilan joizlik isbotlangan ish. Fadi asnafı turuqlati tutalaqqa min al-ahkam aw tustanbat. Demak, hukm chiqarilgan yo'llar qaysi
Üç türlük deyin için ama fe'l, qawl, iqrar. Bu üç türlü dedim. Hem de icma geldi. Yani icma bu bizim özümüzden şu anda. Bizim Muhammad'ın özümüz ittifak geldi. İcma diyen ittifakım da. İttifak المجتهدين في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية. فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة. demek aşo yukarı bayan kılgan tut yolga tayinlidir. Yani malum bir delilgi tayinlidir deydi. إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع. Yani bu delil bağ yok mu onun farkı ne? Delil bağken kendi icma kıptı. Farkı delilde sel zannilik bulup kalar. Keskin emas boğan bolsa bu icma ameslini keskinleştiriyor. Delilde ihtimallik bulup keskinlik bulmasa icma kılgandın keyin aşı delil zanniye tayangan icma vardı. Bu çal qanday oldu? Bu qat'iy bo'lib ketdi. Mesela delil zanni bildirgan mesela bazı hadis söylemesin. Ayet mesela ayetinin delala zanni oldu. Bunda ahval bulab keyin sabil bir icma qilma qandikan bunu yolunu kesib etdi degan bo'ldi. Xitob tugadi. İnip kaşı kararlılık vacip kıyılmasıyla medalika icma'at fuqaha ala vücub siyah yapmalıdır. Evet tamam o icma'ında o qat'iylikni ta'kidlab qo'ydi. Sen bunda bir ixtilof qilmanda bayatlashib qolma. Şey to'xtab qol deb bunda bildir. Şu nimaning usulunun icma şu oldu mu? Endi mesela belki anda taifa şazı birisi çıkışı mümkün. Ay nasıl kelganini e'tirof qilmayman. Ya ma'lum bir azg'un taifa mesela çıkışı mümkün. Yani icma hazır aşın hammada undan yo'q deb bunda ko'rsatib qo'yadi. Namaz icma qilinmadi desangiz. Ya bahayildek ya babildek namaz. Ya albatta bu onun halqa xilafı e'tibor qilinmaydi. La yu'taddu bi muvafaqatihim va la bi mukhalafatihim. O bizning dairada emas ular. Lekin bir ta'kidlab qo'yamiz. Tam buni urib pechatib o'tgan. İcma'nın dalalati qat'iy. Qat'iy ya. Bunda da qat'iyga tanğandamni kufr deyishga to'g'ri keladi. Ya dalal qat'iy endi biz amal qilish ma ixtilof mastartin qilsak endi buning asli tayingan mustanad qaraymiz. Mustanad qaragandan keyin bu shu nima dedik-ku biz fard yoki nima bunda nas bilan nima qilgan Qur'onning qat'iy misliga tansa undan kafir bo'ladi. Uni vojib ma'rifatning misliga undan boshqa dalal zanniya bilan isbotlangan hukmni qilsa kafir deb. Yani. Nima bu muttafaq alayhi bo'lib qolsa, hammasi nas bilan isbotlangan bu nima ta'kidlab tursin ama icmanın foydasi. Naqalal hukm min g'alabati zannidan 90% mundati yani 100% toplam pechatib o'tiradi. Va laysal ijma'u aslan mustaqillan bi zati min ghayri istan ila wahid min hadhihi turuq. Demek Kur'an hadis yoki musho lafz am irad bil khas va kaza musho da asosli tayanmay o'zalda bu ijma ayrim bir hujjat emas edi. Yani demek ki onu icmanın çokum bir delili bo'lishi kerak. Çokumma delil bo'lishi kerak mi, bo'lishi kerak emas? Çoğunluk kıyos. Çoğunluk kıyos. Köpünce ahal delil buldu. Lekin manda desek mi oldu? Delilge iniq qarshi chiqmasimi? Bo'ldi. Delil yo'qken. Lekin delil zid kelmaydigan bir ijmo ekanmiz. Delil hech qanday delilga taqishib qolmaydigan bir ishda ijmo qildik biz. Hali misal dal akaga bo'lmaydi. Misal akash dil tushmasdan lekin faraz qilgan masalan. Hech qanday oyat hadisning ko'rsatimizga ro'yga zid kelmaydigan bir ishda biz ijmo qildik. Mesela İslam Halil usulda ölümalı toplanıp qanday qildi? Manda qilamiz deb. Ya düşen kuni manda qilamiz debdi masalan. Falan kuni manda bo'ldi debdi. Mana işte manda qilamiz deb tushibdi, ijmo qildi. Yani şer'i hükümge münasebetlik bir azamda manda qilishimiz kerak. Bunda aytildi, masjidda manda oldu deb bir ijmo qildi. Bu oyat hadisda asos yo'q ekan buni.
Bu hesap emasmi? Hesap bo'ladi albatta. Namaz adamın çıktığın tolaşta kutuşturmuşsun. Ya mesela yani icma hesap bulundu bunda. Yani delilge tayanmadı. Lakin aynı vakti delilge zitkenmedi bu. Bundan olurken وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ مَا سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ bo'ldi. Tamam? La tetemumati ala dalalah mesela o başka acizler var. Demek delilge tayini doğadıttı. İcmanın şartı değil mi şu? Labudda ilmin... Delilge tayin damlı köpünce oldu. Delilge tayinimiz delilge zitken misin o? Bir icma. Yani icma diyen ama ittifak müstehidin işte ama ittifak olan delilge zitken bir işlemi icma kısmı bulup. Bunun usul fıkkada çektiğimizin mağazının şunda bir jığınçak سامك سبقا وطموان كلي أنه لو كان كذلك كان يقتضي إثبات شرعا زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أم bu delil bo'lishkerak degan qarash bo'yicha agar dalili bo'lmagan bo'lsa keyin andin ijmo qildik deb uni qur'onni oyada qilib buyoqda yangidan shariatni belgilash parlament desa u parlament shariatni belgilab qonun chiqaradigan bo'lib qolmamdi. Demak bu asli usul mashruaga tayanmagan holatda dalilni chiqaraverdim, ya'ni hukmni chiqaraverdim bo'lib qoldi dedi. Albatta zitgan bo'lsa mayli, uni chiqaraverasizmi? Ehtiyoj bo'lsa shunga. Wa amma al-ma'ani al-mutadawila al-mutaddiya min hadhihi turuq al-lafziyya lil-mukallafin fa hiya bil-jumla. Anda mukallaflarga odatda yetib boradigan ma'ni nimani yetib bordi? Ya buyruq, ya nahy shunami? Bundan ma'ni yetib bordi. ياكي اختيار لغاين والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق الاعتقاد بترك سمية واجب الناس واجب تعرفه شنما وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمية ندبا مندوب تعرفه والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمية محرما ومحظورا شو الفقه تعرفنا يرلدقه لما تعرف الشركة اللي سألوك شمايلا وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروها فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقى من هذه الطرق 5 واجب مندوب محظور مكروه ومباح. وأما أسباب الاختلاف يعني باش خلوكم تفضلوا دمكشي. وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة. أما اختلاف سبب لنا شو رسم ترنا جنس سانسق 6 خل جنس سواد اختلاف سبب bulduğun nesinin. أسباب الاختلافنا أمدا sanıp lazım. Birincisi تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربعة. طرق الأربعة عام يراد بالخاص خاص يراد بالعام عام يراد بالعام diyen tütnesi var. Şunun oturda kapkasa andın biz sağında şunu biz sonda şunu bu kitap payda oldu dedi. Yani beyne yakın Allah'ta ama yurad bil khas bana şunu yaptım. Khas yurad bil khas ve yakın Allah delil hitap ve yakın Allah. Ve sen ikincisi iştirak. Lafzı iştirak olup dağılır. Ve derken imma fil lafzı mufrad iştirak diyen mufrad lafzın buldu. Eski lafzı kur. Bu tohrun bulduramda haydını ıslap bağı. O da vallahi iza asasiye akbalamu adbaramu diyendek. Müşterek manası olup kalsa ihtilaf payda oldu. Ve kedalik lafzul emre el yuhmalu alel vücub ennat buyruk bir söz mesela bir kelime buyruk şunama ya aminu iza tedayentum bidayinin ilacen musamman fektubu dedi. Vacib mu mendub mu? İhtilaf oldu. Ve lafzul nahi el yuhmalu alel tahrim ev kerahiye mesela cumaya gezen çıkarsa olsa kılmanlar dedi. Nahi kıldı desek bu mekruh mu bunlar aramlık mı? Ve imma fil lafzul mürekkeb mesela kavli Teala عندما uzun bir ibarede mi bir müştereklik var dedi. İllellezine tabu. İllellezine tabu bu azal kaz meselesi olduğu için فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط. ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد. İşkiliyse yani fasık ve şahit işkiliyse ki tevkiyse fasık sıfatı mı yok oldu, şahadetim kabul kılındı diyen buluşu mümkün. فتكون التوبة رافع للفسق ومجيزة لشهادة القاذف. عند إشكاليسنا كتير تلهم بولش ممكن ده. فذلك أنا عبارة كأجنا الذي بيده عقدة النكاح ضميرنا قايد دوا كذا. الذي بيده عقدة النكاح كيام أرمو ولي الفتاة زوجة ما. عنده احتمال لقلوها. لو عنده عبارة اشتراك في العبارة. الثالث اختلاف الإعراب. إعراب وقشمان كلام عندن اختلاف پیدا oldu. Dördüncüsü teraddud lafz beyne hamlihi alel hakika ev hamlihi ala nev'an min enva'l mecaz. Demek bu mecaz mı ya ki bu
haqiqiy dalolat qilgan so'zmi buningda ixtilof qilib qolsa, ondan shariy hukmda ixtilof bo'ladi. Allati hiya immal hazf, ana hazf, ziyada, taqdim, ta'khir buni misollar ko'p qoldi. Va imma taradduduhu ala al-haqiqati aw al-isti'ara. Ya endi ishkashga ishlatilib qoldigan odatda. Bunda bo'lib qolsa, bu ixtilof qildi. Wal khamis itlaqul lafz taratan va taqidu tara. Ba'zida bir so'zni shariatda mutlaq ishlatib, ya'ni ba'zi yerda muqayyad ishlatgan bo'lsa, u chog'da biz talashib qolamiz. Masalan, itlaqur raqaba, fakku raqaba deb qo'yish. Nima? Fakku raqaba degan ekan, bu yerda bir qo'llanadi. Raqabadan nima itlaqul juz va iradatul kull deydi. Raqaba al-abd demakcha, qul azat qilish. Anda yani ba'zi raqabatun mu'mina dedish. Nima? Demak, raqaba, fakku raqaba degan kaffaralarda keldi-ku. Oyatda mu'min raqaba shartmi yoki qanday kafir qilib bo'laveramdi? Endi ba'zi deydi, itlaq raqaba, fakku raqabada mu'mina degan ekan, mayadagi muqayyad, muqayyadga bo'ysundirmiz endi. Demak, fakku raqaba mu'mina shart demak. Kafir qul azat qilsang hisob bo'lmaydi. Ammo yo'q u boshqa ma boshqa deb turasaqchi. Oyada kafir qul azat qilsam bo'ldi. Raqaba mu'mina degan yerda adam o'tirishning musulmon bu. Bu yerda endi mu'min nima azat qilsin kerak. Demak, mana ixtilof paydo bo'ldi-ku. As-sadis at-ta'arud fi ash-shay'ain fi jami' asnaf al-alfaz allati yutalaqqa minha ash-shar'. Oltinchisi ikki narsada ta'arud bo'lib qoladi. Ikki oyat va ikki hadis va ya bir oyat bilan bir hadis va, ya oyat bilan dalolat bilan qiyos bilan ya bir hadis. Bunda ixtilof bo'lib qoldi. Fi jami' asnaf al-alfaz allati yutalaqqa minha ash-shar' al-ahkam ba'daha ma'a ba'd. Shariatdan hukm qabul qilinadigan asho lafzlarga biz bayon qilgan. Shuning hammada bir-biriga qaram-qarshilik ko'rilib qolishi mumkin. Va kadalik ta'arudullar yati fil af'al aw fil iqrarat. Demak, Rasulullohning asho sharikatlari yoki iqrorotlarimi ta'arud kelib qolishi mumkin. Bir yerda masalan birisi bir ishni qilsa gap qilmabdi. Yana bir yerda uning aksi bir ishni qilmasa gap qilmabdi. Demak, bu chog'da biz qolmay qolamiz. Amma ta'arudul qiyasat anfusaha. Ba'zan qiyosmi bir-biriga zid kelib qoldi. Men bir narsani qiyos qilaman. Yani bir narsani boshqa qiyos qiladi. U chog'da masalan qulni ko'pincha mazhablarda odatga mal varan ularga qiyos qiladi. Kalbaynda. O'shanda bazar mal tovar hisobi sotiladigan bu. Bu sotiladigan narsani bu mal shu tovar hayvonga o'xshaydi. Ondan yani bir mazhab var, ya bu nikah qildi, aqd qildi, undan keyin buning ba'zi ibodatlarga hesab qilinib mukallaf bu insoniy irodasi va bir maxluq olganki bu insonlik tarbiya kuchlidir, inson qiyos qilgan. Qiyos hozir o'xshash bo'lmagan. Mana bu mazhabda ko'pincha inson qiyos qiladi. Insoniy tarbiya kuchli qolgan ekan. Boshqa mazhablarda ko'pincha bahimaga qiyos qiladi. Ko'pincha sharikatlar. Demak, bu qiyosmi bir-biriga o'xshash chiqmay zid kelib qoldi ahvoli bor. Undan ixtilof paydo bo'ldi. Aw ta'arudulladhi yutarakkab min hadhihi al-asnaf thalatha. Demak, bu hamda bir masalada hamma kirishib ketishi mumkin. Ayni vaqtda ya'ni dalillar ko'p qoldi. Oyatdan dalil va hadisdan dalil va fe'l taqrirhamdan tavba qiyosdan 5-6 dalil tizimiz bor. Bununki yani başka 6-7 delillen birbiriyle bunda girerleşip onun karşı bunun karşı bunda görünüp kılışı mümkün. Bu anlık taarrud nima? Bizning tushunchamizdagi taarrud. Amniyatda taarrud yo'q. Va muarada fal iqra aw al qiyas. Va muarada iqra yani buni g'achchi ko'paytirib taqsim mantiqiy qilsa 18 xil deb chiqishi mumkin. Sanab chiqsa. Qala al-Qadi radhiyallohu anhu qadi kam turish yani qozilik qilgan Andalus qazilik qilgan. Al-Qadi desa, nima balki shogirdlari yozgan bo'lishi mumkin, yo o'zi yozgan bo'lishi mumkin, yo imlo qilgan bo'lsa yozgan bo'lishi mumkin, ya'ni kitobni ko'chaganlar yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Qadi radhiyallohu anhu va id qad zakarna bil jumlati hadhihi al-ashya. Umuman yig'incha qilib tushuntirib o'tdik deydi, shunami? Fal nashra' fi ma qasadna lahu. Asl biz maqsad qilgan narsaga ant chiqilaylar. مستعينين بالله ونبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. Demek fuqahanın adet boyunca kitab-ı tahara bilen başlayayım. Bu hazır mukaddimesi onun tüydü.
Bak usul fıkıhdan hüküm çıkarış yolları ondan keyin ixtilofga sabab bo'lgan asosiy narsalarni mana bir qatim bayon qilib o'tib ketdi. Va bundan keyingi ixtilofni siz to'g'ri tushuning demoqchi. Biz bundan keyin shuni to'g'ri tushunib ketadigan bo'lishimiz uchun. Albatta, ma ta'arudlab qolsa, uning chorasi ham ulamoni belgilab qo'ydik. Ta'arudlab qolsa tavfiq qilishtirishimiz, boshqa bunda qilamiz. Agar faqat unda tavfiq qilib bo'lmasa, tarjih qilamiz. Bunda ikki qadam bilan buni bayon qilib qo'ydik. Bugungi dars mishayichi bo'lsinmi? Mana kim bolaning darsi var ekan, 6 dan 8 qadar bo'lsin. Darsga vaqtida kelsak, keyingi bolaning darsiga taqishib qolmaslik uchun kechikib qolsak. Bundan keyin tövbeş badna masalan o'qitiladi. O'qib shu masalanda bir izdan o'tib, masala kallamizda tayyor bo'lsa, biz mana o'qigan chaqda undan rasmiy tahlil qilib, tadqiq qilib, surishtirib, tarjih qilib mansab undan to'liq foydalanadi. Ba'zi bir lug'atni o'ylab qolsa, qomusiz deb ko'rib, ma fiqh muqaranga tayyor bo'lib kelsin. İnşallah nimani o'qish jarayonida qattiq zerikib qolmaymiz. Chunki bu fiqh muqarana qiziq turgan nima-chi? Talash-tarjih bo'lib turdi, selishtirib, mulohaza qilib turgan gap aqlni hamda shu Alloh taolo yaratgan shu vazifaga ishlatgan bir ilm. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.